Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi, ilm chashmasi, josh urgan maskan, ma'rifat taratar har bir harfing, Navoiy ruhi yashar bag'ringda, porlar doim ezgu maqsading. Sahifalarda tarix nafasi, ajdodlardan qolgan bebaho meros, kelajak sari yetaklar insonni, bilim bilan bo'ladi har qadam xos. Yoshlar kelar orzu armon bilan, kitob ochib topar o'z yo'lini, ziyo nuri sochar har bir zaling, yoritadi elning istiqbolini. Ey milliy kutubxona, sen mangu bo'l, ilm ahli uchun ochiq maskan bo'l. O'zbekiston faxri, ma'rifat qo'rg'oni, yashnayver doimo aziz dargohim. Kitob haydi tuygan qalblar yashnar, bilim bilan inson kamol topar. Navoiy nomi porlab turar doim, milliy kutubxona vatan iftixori bo'lar. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi, ilm chashmasi, josh urgan maskan,